bayramingiz bilan desa, o'zingiz ham bayramingiz bilan deb, yangi yilingiz bilan desa, o'zingiz ham yangi yilingiz bilan, kelayotgan desa, kelayotgan yangi yilingiz bilan deb turib yurib, shunga qatnashayotgan insonlar. Endi dinimizdan emas deb turib yurib, bayramlarda aytadigan bo'lsa, bular vahobiylar, bular salafiylar, bular terroristlar, bular ekstremistlar degan zolimlarni qo'yib bergan atamalariga ergashib ketasiz. Imom Azam rahmatullohi alayhining mazhabidagi ulamolar g'ayridinlarning bayrami kunlarini odatdagi ovqatidan boshqa ovqatni tayyorlashlikda harom degan. Endi uni tabrigiga tabrik bilan javob qaytarib, shuni endi nima bo'lsa ham ko'nini og'ritmay deb turib yurib, bitta maxluqni ko'nini olishlikda evaziga Alloh taologa osiy bo'lasizmi? Bitta boshlig'ingizni so'zini qaytargani hijolat bo'lasiz-ku, Allohning amrini buzgani hijolat bo'lmaysizmi? Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah va ala alihi va ashabihi va man wala. Allohumma allimna ilman yanfa'una va anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Va ba'd. Hurmatli islomdagi do'stlar, dinimizdagi aka-ukalar, opa-singillar, hammalaringizga ma'lum, yaqin kunlarda kelayotgan voqea hodisa bor. U ham bo'lsa milodiy sanani, milodiy yilning o'zgarishligi va shu munosabat bilan dinimizga yod bo'lgan bayram munosabati bor. Shuning uchun mana bu kunlarda avvalan o'zimni yomon nafsimi, qolaversa siz azizlarni Alloh taolo uchun bir eslatma berishlikni to'g'ri deb bildik. Garchi bu to'g'risida ko'p eslatmalar bizdan oldingi ustozlar eslatma bergan bo'lsa ham, bir yana shunga eslatma berishlikni to'g'ri deb bildim. Bu joyda bir nechta holat bor. Birinchisi, mana shu bayramlarni bayram deb nishonlab, unga bosh-qosh bo'lib, moddiy taraflama pul sarflab, uni kofir bo'lsin, xristian bo'lsin yoki fosiq musulmon bo'lsin, shularni tabriklab, mana shu joyga o'zini bosh-qosh bo'lib yurib, shunga faol ishtirok etayotgan insonlar bor. Bir qismini shulardan deb bilsak, ikkinchi qismi bu narsaga garchi qalbida yo biz musulmonlarning bayrami emas bu degani bilan na inkor qila olmaydi, na unga qo'shilmanglar deb qaytara olmaydi, lekin o'zi tabriklasa shu odamning ko'ngli og'rib qolmasin deb yoki xo'jayinidan qo'rqib, ish yuzasidan qo'rqib yoki davlat siyosatidan qo'rqib, yangi yil desa, yangi yil bilan, bayramingiz bilan deb turib yurib shularni o'zi qalbida bu bayram bizning bayramimiz emas deyotgani bilan, lekin Alloh taolodan qo'rqishlikdan ko'ra bandasini qalbini og'ritib qo'yishlik, ana shu qo'shnisi, ishxonadagi, korxonasidagi birga ishlayotgan yoki davlat rahbarlari yoki korxona rahbarlari yoki davlat tashkilotlaridan kelayotgan xabarlarga javob qaytarishlikdan yo qo'rqqanligidan yo bee'tiborligi bilan shunga qatnashayotgan insonlar. Bayramingiz bilan desa, o'zingiz ham bayramingiz bilan deb, yangi yilingiz bilan desa, o'zingiz ham yangi yilingiz bilan, kelayotgan desa, kelayotgan yangi yilingiz bilan deb turib yurib shunga qatnashayotgan insonlar. Yana bir toifa bor, ular bo'lsa tirikchilik holatida shu bayram kayfiyatiga taalluqli bo'lgan narsalarni oldi-sotdi qilishlik, shularga nisbatan o'zini yordamini berayotgan. Bular ham bir toifa desak, eng oxirgi toifa emas, eng oxirgi toifalardan bittasi shu bayram kunlarida uylarida bemalol o'tirib, ko'ngil ochar dasturlarni ko'rib, ular bilan xoholashib, kulishib, bayramona kayfiyat dasturlardan orom olib, zavqlanib, shular bilan birga uyda bevosita ishtirok etmasa ham, bilvosita televideniya orqali yoki telefondagi har xil roliklarni ko'rishlik orqali shular bilan ishtirok etayotgan insonlar ham bor. G'oliban insonlar shu toifalardan. Yana bir toifa borki, ular bu narsani qo'lidan kelganicha inkor qilib, farzandlarini yo ahillarini bundan ogohlantirib, o'zini ham bu narsadan ogohlantirib, mana bu kunlarda Alloh taologa osiy bo'lmasdan, Alloh taologa haqiqiy ma'nodagi qullik vazifasini ado etib o'tayotgan insonlar ham bor. Savol
o'zimga va sizlarga biz qaysi toifadanmiz? Agarda shuni bayram deb va shunga pulimizni sarflab, vaqtimizni sarflab, jismimizni sarflab, bunga shu tashviqotlarga qatnashib va qolganlarni ham shunga da'vat qilayotgan bo'lsak, agarda shu bayramni bayram deb, to'g'ri deb biladigan bo'lsak, bunda albatta Alloh taologa osiy bo'layotgan insondan ekanligimizda hech qanaqa shubha yo'q. Agarda buni qaysidir ma'noda uning asli tarixiga qaytishlik bilan va qaysidir tarixini bayramlarda, kofirlarning bayramini bayram ekanligini tasdiqlashlik bilan va Iso alayhissalomning tug'ilgan kunigadan boshlangan deb turib yurib, Iso alayhissalomni, ya'ni shu iloh deganlarning, xristianlarning bayramini to'g'ri deb turib tasdiqlab bo'ladigan bo'lsa, bu Alloh saqlasin, bu kufrgacha ketib qolishligi. O'zi aslida shu joyda bu qatlamlarga, bu sinflarga kirishlikdan oldin men bir narsani eslatib qo'ymoqchiman. Biz aslida tarix deganda biz o'zi islom tariximizga hijriy sanadagi oylarga qaytishligimiz kerak. U ham bo'lsa Muharram, Safar, Rabiul Avval, Rabiul Akhir, Jamadul Ula, Jamadul Thani, Rajab, Sha'bon, Ramazon, Shavvol, Zulqa'da, Zulhijja oylar. Alloh subhanahu va taolo 12 oy borligini Qur'onda bayon qildi. Alloh subhanahu va taolo nima uchun bu 12 oyni bizga eslatdi? Men sizga bir savol bilan murojaat qilmoqchimanki, hayotingizda biror marta harom oyiga kirib ketibmiz deb turib yurib, shu oylarga e'tiborli kuningizni o'tkazganmisiz? Ramazonga albatta e'tiborlingizni o'tkazasiz. Chunki Ramazonni chiqarib olishlikni iloji yo'q. Chunki bu Ramazonda roza bor. Shuning uchun Ramazon oyi qishda keladimi, yozda keladimi, kuzda keladimi, bahorda keladimi, albatta e'tibor berasiz. Lekin 4 oy bor.